Assalomu alaykum hammaga. Unlockning keyingi videosiga xush kelibsizlar. Bugun biz o'tgan safargi Common App videomizga davom sifatida Common App'da ustozni, konsulni, ya'ni boshqa rekomenderlarning akkauntini qanaqa to'ldirish haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zi Common App'da bundan oldingi videoda ko'rgan bo'lsalaringiz, ustozlarni invite qilasizlar, ularning email orqali qanaqa bo'ladi? Xuddi mana bunaqa aytaylik, xuddi mana shunaqa joyga keladi va let's invite konsul. Masalan, men o'zimni Tashkent emailni ishlatyapman. Endi sizlar o'zlaringizni konsullarningiz emailni ishlatasiz. Agar maktabda bo'lmasa, o'zlari bilan kelishib bitta email akkaunt ochasizlar. Oddiy maktab bo'lsa Gmail bo'lsin, private schoollar bo'lsa private school o'zini hostingi bilan bo'lsin, domeni bilan bo'lsin. Agar PS yoki boshqa special schoollar bo'lsa, ularda o'zi bor bo'ladi. Xo'p, first name is Jack Mahachev masalan. Okay. Let's go. Konsullarni invite qildik. Endi konsullarga o'sha emailga boramiz, qarangizlar. Xo'p, Hadiyashi kiramiz. Tashkent emailga kiramiz. Mana, Asadbek Urakov requests your common application. Hello Pushkin. Asadbek Urakov has asked for your support with college application as their counselor. Recommendation letters and forms play important. Activate your account. Let's go. Let's activate our account. Common App uchun har bitta recommender uchun alohida account bo'ladi. Endi bizga Pushkin Alexander lekin. Nega unaqa bilmadim. Okay, farq yo'q. 2023. I think we have invited this counselor before, so therefore it is this way. Xo'p, demak account ochamiz. No, we are not based in European Union countries. Xo'p, mana xush kelibsiz. Birinchi studentimiz bizda Asadbek Urakov bizni invite qilgan. Birinchi o'rinda to'ldirish kerak bo'ladigan narsa profil qismiga o'tamizda maktab va o'zimiz haqimizda ma'lumotlar kiritamiz. Ketdik tez. Ismimiz Pushkin Alexander. Yo'q. Pushkin bu yoqda, Alexander ismimiz bo'ladi. Okay. Title'imiz college counselor yoki school director. Masalan, kim bo'lsa-da, ulardagi qayerdasiz. Telefon nomerlariga o'zlarining telefon nomerlarini yozasizlar. Xo'p, 95lik 779 65 75 faks shartmas emailga xuddi shunaqa shu account ochilgan emailni yoziladi. Tashkent profile URL agar website bo'ladigan bo'lsa, website'da specifically director page bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga link qo'yib ketsak bo'ladi, lekin bizda yo'q. Xo'p, ketdik. School lookup xuddi shu student qanaqa kiritgan bo'lsa, xuddi shunaqa kiritiladi bu yoqda ham. Masalan, bu yoqda aytaylik, biz kiritgan edik. CC qilamizda, randomli narsa yozamiz. I don't see my high school. Okay. Secondary general school number 9076 yozgandik shunaqa. O'zingiz maktabingizni yozasiz. O'zbekiston school type public, address line Furqat 15/1 City Chilonzor Toshkent. Let's go. To'ldirdik. Website, agar maktabda o'zining websayti bo'lsa qo'yamiz, bo'lmasa shart emas. Xo'p, bu yoqda COVID-19 yoki shunga o'xshagan narsalar sizlarga qanaqa ta'sir qilgan deyapti. Janjal bo'lgan, urush bo'lgan, protest, teacher strikes. Endi Amerikada asosan shunaqa bo'lib turadi-yu. Maktabda otishmalar bo'lib turadi, shunaqa narsalar ta'sir qilganmi deyapti. Bizda endi yo'q. School profile. Qaraylik, school profile bu nima narsa deganda, bu maktabingiz haqida ma'lumot. Ya'ni maktabingizni umumiy olganda qanaqaligi, nimaligi haqida ma'lumot. Public schoollarda bo'lmaydi, lekin yaratsangiz bo'ladi. Masalan, school profile example PDF qilamiz. Bizda chiqib keladi har xil school profile. Kelaylik, mana bu Lyubovitasiga kiramiz. Mana, masalan, East High School, men joylashuvi, kimlar ishlaydi, qanaqa GPA nimalari bor, bitta school community academic program. O'zi school haqida umumiy ma'lumotlar, kimlar o'sha schooldan qatlarga kirgan, mana qaysi joylarga kirgan, ko'rib turganlar. Mana shunaqa school profile bo'ladi. Dahshat, visually dahshat bo'lishi shart emas. Oddiy ma'lumot beradigan bo'lsa bo'ladi. Ko'p universitetlarda, maktablarda o'zi school profile bo'ladi. O'sha yerda upload qilasiz, lekin bu optional. Approximately when mid-year grades are typically available. Ya'ni o'sha mana ikkinchi chorak qachon tugaydi примерно deyapti. Masalan, 2025 2025 emas, 2026 tugaydi, ha? 2026 yanvar. Aytaylik yanvar 15larda chiqadi javoblar.
Graduating class size. Bu ya'ni o'sha bu yil bitiradiganlar nechta? Biz o'tgan safar 100 ta deb yozdik, endi spesifik qilib 98 deb yozamiz. Bu yana eslatib o'taman, 11-sinflarda endi bitirayotgan sinfi nechtaligi, guruhi nechtaligi emas, bolalar nechtaligi. Masalan, 5 ta guruh bo'lsa, 30 tadan bola bo'lsa, 150 ta bola bo'ladi. Okay. Va bu yoqdagi narsalar shart emas. Bu school profile o'zi ma'lumotlari, masalan, bu narsalar haqida ma'lumot bo'lmaydi bizda asosan. Agar ma'lumot bo'lsa to'ldirish kerak. Ma'lumot bo'lmaydi lekin asosan. School setting, ya'ni schoolda qanaqa joyda joylashgan? Qishloq, o'rta shahar, shahar. Talan suburban. AP, IB diploma o'qitadi, honors o'qitadi, Cambridge o'qitadi desangiz, keyin mana bu yerda school haqida ma'lumot beriladi. Lekin bizda AP o'qitilsa, masalan, AP o'qitiladi, masalan, 3 ta dars o'qitiladi, 3 ta student ola oladi deysiz. Mana shunaqa. IB bo'ladigan bo'lsa, IB ham nechtalik haqida ma'lumot. Xo'p, endi are classes taken on a block schedule. Block schedule degani, ya'ni masalan, bizning maktablarda bilsangiz, 11-sinflar hammasida примерно hamma xohlagan vaqtiga kurs qo'ya olmaydi-da. Ya'ni bolalar o'zi xohlagan vaqtga kurs falla tanlay olmaydi. Masalan, Amerikaga hozir borsangiz, aytaylik, bitta kurs har xil vaqt davomida berilsa, siz tanlasangiz bo'ladi. Lekin bizda high schoolda unaqa emas. Ya'ni o'zimizda O'zbekiston maktabida majburiy bitta kurikulum bor, o'shanga follow qilasiz, bo'ldi, o'zgartirish mumkin emas. Shuning uchun bizda no. Graduation date qachon bo'ladi? 2026 may. Okay. Outside of United States, yes. AP curriculum ishlatadimi? No. Do you complete academic ratings? Yes. Do you wish to perform volunteer service? No. Maktabingiz sizda studentlarni volunteer service qilishga majburlaydimi? Yo'q. Chunki O'zbekistonda majburlamaydi. Xo'p, ketdik. Bu narsani to'ldirdik. E'tibor bering, bu narsalar studentni to'ldirgan informatsiyasi bilan bir xil bo'lishi kerak. How do you report the class rank? We don't report the class rank. Agar sizda transkriptingizda yoki maktabingizda qanaqadir sistema bo'ladigan bo'lsa, kim birinchi o'rin, kim ikkinchi o'rinligini ko'rsatadigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani bo'lsa yozish kerak. Masalan, xo'p, unweighted bo'ladigan bo'lsa, ya'ni exact nechinchi o'rindaligingiz, decile, quantile, quartile, none. Bizda none. Okay, GPA. Do you report GPA? Yes, I report. Bizda masalan 5 talik aytish mumkin. Qachondan qachongacha, mana GPA scale 5 talik, yilni boshidan yil oxirigacha masalan. Masalan, o'sha oxirgi 11-sinf boshidan 11-sinf oxirigacha. GPA weighting, unweighting, school passing mark 3, high GPA 5. Okay. Keyingisi, are current courses listed on the transcript? Yes. Are visible entrance examination visible on the transcript? Yes. Please indicate the most recent accompanying this form. Ya'ni mana shu formaga submit qiladigan transkriptingiz qaysi baholarni ko'rsatadi? Agar gap year bo'ladigan bo'lsa, sizda hammasi tayyor bo'ladigan bo'lsa, final year, final senior grades. Agar lekin yo'q, menda faqatgina 11-sinf yarmigacha borsangiz, xo'p, demak bizda bo'ladi second quarter, first semester of senior year grades. 11-sinfda ikkinchi kvartali yoki birinchi yili. Good. To'ldirdik. International school. What is primary language? English bo'lsa English, O'zbek bo'lsa O'zbek, Russian bo'lsa Russian. Masalan, men Russian grasp. Agar English bo'ladigan bo'lsa, sizda asosan IELTS so'ramaydi, oxirgi 3 yilda shunaqa bo'lgan bo'lsa. Bu yoqda boya Common App'da so'raganda testingda bilsalaringiz, oxirida maktabni bitirganlar davlat ekzamenlarini topshiradi. Ya'ni senior living examinationlar bormi? Yes, bizda bor. Mana yerda baholarni solishtirib ber deyapti. Bizda 5, bu 4, bu ham 3, pur ham 3, fail 2. To'g'rimi? 3 bo'lsa o'tkazadi. 2 bo'lsa fail bo'lasiz. Ketdik. Certifications, communications, bu narsalarni qilasiz, boshqa iloji yo'q. Bo'ldi. Profil qismini to'ldirib bo'ldik. Demak, profil qismi hamma maktablarga shunaqa ketadi. Bu school profile desa bo'ladi. Buni preview qilib ko'radigan bo'lsak, qanaqa school profile ishlasa, xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, ketdik. Endi students qismiga o'tamiz. Students qismiga kirsak, har bitta student uchun alohida bo'ladi. Bu narsani to'ldirish kerak bo'ladi. Kiramiz. Asadbek qaysi universitetga topshirayotganligi, nima qilmoqchiligi bizga mana bu yerda ko'rinib turadi. Birinchi o'rinda ketdik. School report. School report nima? Asadbek uchun specifically qanaqa school reportlar bor? Class rank yo'q bizda, boya qo'yganimizdaqa. GPA esa Asadbekning GPA isi necha? 5 dan 5. Qachondan qachongacha hisoblab aytayotganligingizni kiritishingiz kerak. Masalan, 5 dan 5 deyapsiz, nechidan nechinchi yilgacha.
5 dan 5 bo'lgan yoki masalan 4-7 deyapsiz, nechidan nechigacha 4 dan 7 bo'lgan. Masalan A date'dan B date'gacha. GPA unweighted, school passing mark 3, highest grade 5. Bu narsalarni qo'ydik. Xo'p, curriculum. Boshqalarga qaraganda Asadbekning course selectioni qanaqa? Har doim most demanding tanlavering iloji boricha, chunki sizni konsullaringiz sizni eng kuchli studentni bilish kerak. Is the student IB diploma? Is the student Cambridge? Is the student AP? No. Xo'p, bizada keyin curriculum. Compared to students, how do you rate applicant in terms of academic achievements? Buni outstanding qilsangiz ham bo'ladi, one of the top few qilsangiz ham bo'ladi, lekin recommendation ham shunga mos bo'lishi kerak. Agar lekin siz hamma narsada dahshat desangiz, recommendationni dahshat bo'lmasa, match qilmay qoladi. O'shaning uchun o'zingizning vijdoningizga qarab qo'yaverasiz bu narsani, lekin biz maslahat beramiz, hammasi top qilishi. Chunki sizni shunaqa recommend qilmasa, what does it mean? Ketdik. Transkript. Nechta transkript qo'ymoqchisan? Qarang, qanaqa qilsangiz bo'ladi? Bitta desangiz, faqatgina 11-sinf berishingiz mumkin. 2ta desangiz 11-10. 3ta desangiz 9. 4ta desangiz 8 dan boshlab. Endi qancha sizga available bo'lsa, o'rtacha 3ta normalniy, 3ta degani current or most recentga 11-sinf 1-2 cho'ragi, agar bitirgan bo'lsangiz 11-sinf to'liq, additionalga 10-sinfga transkriptga alohida, 9ga alohida qo'yib upload qilasiz. Ketdik, davom etamiz. Our current courses listed on the transcript. Ya'ni hozir student o'qiyotgan narsalar o'sha siz upload qilgan transkriptlaringizda bormi? Ha, bor. Ya'ni masalan aytaylik 11-sinfda pasti bir xil fan o'qiydi. Masalan 1-2 chorakligida siz ximiya o'qigan bo'lsangiz, 3-4da ham ximiya o'qiysiz. Shuning uchun yes qo'yasiz. Our college entrance examination scores include? No. Bizda hech qanaqa college entrance examination scorelar bo'lmaydi. Ya'ni u narsa DTM bo'lishi mumkin, EG bo'lishi mumkin yoki qanaqadir SAT scorelar transkriptlarimizda qo'yilmaydi. Shuning uchun shart emas. Bu yoqda 10, bu yoqda 9 dedik. Agar men buni bitta qilib qo'yadigan bo'lsa, faqat men bitta 11 o'zini qo'yamiz. Lekin qancha ko'p qilsangiz shuncha yaxshiroq. Chunki boya GPA ni hisoblaganda nechinchi yilda hisoblagan bo'lsangiz, bu yoqqa ham xuddi shunaqa qilib upload qilishingiz kerak bo'ladi. I recommend the student enthusiastically. Boshqa option yo'q. Dahshat recommend qilish kerak siz ustozingiz. Xo'p, primary language 3, international examination, ya'ni bitirayotganda educational systemda standard living examinationlar bormi? Ha, O'zbekistonda bor. Has applicant already taken living exams? Agar bitirgan bo'lsangiz maktabni, gap yerda bo'lsangiz yes qilasizda, keyin o'shada specifically mana transkriptni ko'rgan bo'lsangiz 11-sinf oxirida 5 ta 6 ta fandan alohida bu yoqda kattacha bo'ladi, o'sha yerda fanlar qo'yilgan bo'ladi. Xuddi o'sha 11-sinf transkriptini upload qilasizda, o'sha joylarni prosta highlight qilib qo'yasiz. Чтобы ular ko'rish uchun o'sha fanlar ekzamenlarni skorligini. Bir xil 11 ga tepada submit qilganingizda bir xil bo'ladi bu ham. Xo'p, ketdik. Demak, u fanlarni upload qilamiz. Keyin yana fanlarni aytayapti. 5, 4, 3, 3, 2. Bu narsalar boya qo'yganimizda to'g'ri. Review and submit. Va sizda school reportingizni submit qilishadi, ustozingiz bo'ldi. Keyin bu bitta narsasi bor, ED topshirasizmi, RD topshirasizmi, nima topshirasizmi? Bir marta submit qiladi xolos. Hamma kollejga ketadi keyin shu narsa. Ya'ni siz o'zgartira olmaysiz. A kollejga boshqacha, B kollejga boshqacha. Shuning uchun recommendation letterlarda specific kollejlarning ismi yozilmaydi. Xo'p, early decision agreement bu narsa oddiy agreement. Mana men roziman u early decisionga. Signaturega o'zingiz ismingizni yozib bormaysiz, ustoz o'zini familiyasi ismini yozasiz-da, bugungi kunni qo'yib yuborib submit qilasiz. Ketadi. Endi fee waiver boya belgilagandik-ku, ustozim meni qiladi deb. Mana shu yerda bola realni fee waiverga tushadimi deydi. Yes bo'ladi. Keyin men bitta nima uchun tushadi deganda he is financially yoki the application fee might pose financial hardship to the student and her family. Bu submit. Bu submit qilganda ismimiz, masalan Alexander. Bu o'zimiz ismimiz emas. Bu yerda ustoz ismi bo'lishi kerak. Keyin bugungi kun va submit. Mana submit qanaqa ko'rinadi? Mana shunaqa ko'rinadi. Chap, submit. Bo'ldi. O'zgartira olmaysiz keyin. Endi consular recommendation letter. Endi faqat konsullarda mana shunaqa ko'p narsa bo'ladi. Teacherda profile qismida teacher haqida ma'lumot bo'ladi va consular recommendation bo'ladi. Bo'ldi, xolos. Hech narsa bo'lmaydi. Boshqa ota-onada ham yoki boshqa rekomenderlarda ham kam narsa bo'ladi. Prosta konsullarda ko'p bo'ladi. Xo'p. Nima deyapti? Bu yoqda kichkinagina savolchalari bor. Bu yoqda eng katta o'sha
recommendation letter joyi bor. Ketdik mana. Bu yoqda how long have you known the student? Bu easy narsa. Ko'p essay yozish shart emas, ya'ni ko'p so'z yozish shart emas. Xo'p. Demak, I have known the student since yoki for 3 years in as his math and English teacher. Masalan, shunaqa deb yoziladi. Oddiy, simple. Xato bo'lmasa bo'ldi grammatically. Keyingisi, what are the first words? 3 adjectives that describe you. Buni topish eng oson yo'li recommendation letter shunday o'qib chiqasizda yoki recommendation letter shunday ChatGPT ga yoki AI ga berasizda, what are the 3 words that come to your mind deysiz agar o'ylanmasangiz. Lekin o'sha narsalar bo'lish kerak. Masalan, bu bo'lishi mumkin curious, leader and thoughtful masalan. Mana shu so'zlar bo'lishi mumkin. Men bitta siz upload qilsangiz bo'ladi va copy paste ham qilsangiz bo'ladi. Ikkalasi ikki xil narsa emas, bitta narsa. Upload qilsangiz nimasi yaxshiroq? Xo'p. Schoolni qanaqadir logolari, qo'llari, pechatlari bo'lishi mumkin. Lekin prosta tak space qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. To'g'risi content muhimroq chemuni dizaynidan ham ko'ra. O'shaning uchun prosta upload qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bitta I will not be sending evaluation for the student. Yo'q, buni belgilamaysiz, chunki you will be sending evaluation to student. Va review submit qilasiz bo'ldi. Endi qarang, media report, optional reportlar nima degani? Bu narsa agar siz nimadir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz yoki nimadir yana qo'shimcha jo'natmoqchi bo'lsangiz, student orqasidan keyinchalik jo'natishingiz mumkin. Lekin school report, early decision agreement, fee waiver, council recommendation to'ldirib olgan bo'lsangiz bo'ldi. Lekin agar media report degani, agar masalan tasavvur qiling, student noyabrda topshiryapti, faqat birinchi chorak javoblari bor, ular ham hali to'liq emas. O'shaning uchun faqat 10 bilan 9 upload qilinadi. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin, ikkinchi chorak javoblar chiqqandan keyin, o'sha siz media report qaytadan to'ldirib olasiz, ikkinchi chorak baholarni upload qilib olasiz ustoz sifatida. Final report degani bu kirgandan keyin, agar masalan eng oxirgi baholar studentlarni degan narsa bo'ldi, shart emas. Mana shu bilan recommender account tugaydi. Xo'p, endi bitta teacher accountni ham sinab ko'ramiz va bitta ota-ona accountini ham sinab ko'ramiz sizlar uchun. Xo'p, invite recommender, bittaga teacher. Xo'p, qani biza Asadbek Urakov 2003 gmail.com. Subject English masalan. Shart emas, prefix masalan 1 ga masalan. Yes. Mana bunga yes qilasiz doim. Xo'p, ketdi. Endi uni emailni tekshiramiz. Xo'p, emailga boramiz. Emailga borganimizda mana keldi. Sana Asadbek so'radi, mana keldi deyapti. Kiramiz bunga ham xuddi shunaqa activate qilamiz. Bir xil hamma joyi. Passwordga, okay. Password match, mana bunga no qilamiz va create account qilamiz. Ko'rasiz, Consulardagidan ancha soddaroq bo'ladi bu. Xo'p, something is wrong deyapti. Okay. Endi shu account kiritib ko'ramiz, account ochildimi yo'qmi? Mana, ochilibdi. Mana qarangizlar. Profil qismiga kirsak, 4 tagan narsa bo'ladi, 2 tagan narsa bor ekan. Ism, familiyasi, kimligi, qaysi ustozligi, nomeri, email bo'ldi. Keyin school detailsda ham xo'p, qaysisan? High school teachermisan? College, university, high school teacherman. Do you complete? Yes. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Keyin ma'lumotga kirsa, studentga kirsa, faqatgina reclator qo'yadi xolos. Mana bu yoqda hech narsa qilish kerak emas. Teacher evaluation degan qismiga kiradi va subject area, ya'ni qayerlarligini tushuntiradi. Englishmanman. Xo'p, keyin bizada mana bunda reytinglar qo'yish kerak bo'ladi va hammasida boya aytganimdek dahshat qilib qo'yamiz. Va oxirgisida written evaluation boyagidaqa bilan bir xil. Ya'ni bu yoqda how long have you known the student and what context? Masalan, I have known the student as his English teacher for 3 years in this context. Nima so'zlar keladi? Mana bitta ozgina savollar bor. Qaysi darslarni o'qitgansan? 9, 10, 11, 12, 13, 14. List the course in which you taught the student, including level of course difficulty. Ya'ni qaysi fanlarni o'qitgansan? Masalan, men history o'qitganman, masalan regular levelda o'qitganman deyishingiz mumkin. Va oxirida
fayl upload qilasiz. Bu yoqda yozish emas, fayl upload qilish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Shu bilan tekshirik ham tugaydi. Xo'p, endi ota-onanikini sinab ko'ramiz. Ketdik. Okay, recommender account ketdi. Xo'p, studentimiz qani? Okay. Another teacher, another ota-onani recommend qilib ko'ray. Ota-ona ham juda oson. Ota-ona account kiradi. Kirgandan keyin, xo'p, Asadbek O'rakov 2023. Boshqa email ishlatamiz. Asadbek O'rakov. Yes. Hozir prosta sal nima bo'lib qoladi. Shu narsa bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki Asadbek O'rakov invited Asadbek O'rakov. Xo'p, kiramiz o'sha emailimizga va xabar kelgan bo'ladi hozir. Yes. Ota-ona bolangiz o'qish topshiryapti. To'ldir formani deb. Kiramiz, ya'ni email adresimizni yozamiz. Asadbek O'rakov 2023. Bizni invite qilgan email adresimizni yozamiz. Xo'p. Men roziman id qilishiga ismimizni yozamiz. Ya'ni ism student ismi emas, ota-onaning ismi. Kim akkauntdan to'ldirayotgan bo'lsangiz, o'sha odamning ismi. Mana id agreement qo'yardim. Endi men Common App'im kiradigan bo'lsam, ko'rsalaringiz mana ota-ona mana bu yerda started yes bo'lib turadi hozir. Bitta update qiling. Mana qaranglar, Pushkin Alexander started, submitted, started. O'zi ko'rdi. Submitted ota-ona. Teacherni ham bitta started, hali ikkinchisini invite qilasiz. Oddiy recommender ham xuddi shunaqa teacher bilan ko'p narsasi bo'lmaydi. Shu bilan sizning applicationlaringiz ketadi hammasi. Keyin sizga 3 kundan keyin application portal beradi. Application portalda ham hali ko'ramiz. Faqat id dan keyin o'sha applicationni olib turgan vaqtingiz chiqadi u video. Uning ichida nimalar qilish kerak, nimalar o'zgartirish kerak, nima informatsiyalar to'ldirish kerak, o'sha narsa haqida ham gaplashamiz. Umumiy olganda hammaga omad. id xudo xolasa zo'r bo'ladi, omadli bo'ladi hammaga. Biz qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, bitta eslatma. Bu narsani o'zingiz qilmang. Ustozingiz bilib turish kerak, ustozingiz nomidan akkaunt ochayotganligingizni, direktor nomidan akkaunt ochayotganligingizni yoki birinchi o'rinda so'rang, akkaunt bormi deng. Akkaunt bo'lsa, o'sha akkauntdan foydalaning. Agar realni yaxshi established schoollar bo'ladigan bo'lsa, ularda konsullarlar qo'ymaydi, yo'q, o'zim qilaman, sen aralashma deydi. Uni ham zo'r. O'zlari qilsa zo'r. Lekin bo'lmasa, siz bu narsalarni jo'ratmasangiz, universitet sizni qabul qilmaydi yoki ko'rib chiqmaydi application. O'shaning uchun ustozga aytib, ustoz, mana bu narsasiz bo'lmasa ekan, universitet ko'rmasa bo'lmas ekan deysiz. Keyin ustozingiz rozi bo'lgandan keyin birga akkaunt ochib, birga to'ldirib chiqasizlar va hamma narsani qancha honest bo'lsa, xuddi shunday qilasizlar. Hech qachon ustozlarga aytmasdan ularni orqasidan akkaunt ochmaysizlar. Bu narsa yomon. Nimaga? Birinchi o'rinda bu narsa ozgina vijdonga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi o'rinda siz aldayapsiz. Uchinchi o'rinda o'sha maktabda yana boshqa odam xuddi shu universitetda topshirayotgan bo'lsa, lekin boshqa akkaunt ishlatsa, ikkalalaringiz bitta universitetga, lekin ikki xil konsullar bilan topshiryapsizlarmi? O'sha red flag rejection bo'ldi. Boshqa narsa bo'lmaydi. O'shaning uchun birinchi o'rinda siz ustozga aytasiz, ustoz mana shunaqa akkaunt ochamiz, lekin kimdir agar keyinchalik so'rab kelsa ham, menga akkauntimni berib yuboring, men o'zim bunga hal qilib beraman deysiz. Shunaqa qilib kelishsak bo'ladi. Lekin yana aytib o'taman, ustozingizni xabarsiz, direktori xabarsiz, maktab xabarsiz bunaqa narsa hech qachon qilmang. Hammaga rahmat. Agar nimadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz bo'ladi. Tushunmagan bo'lsalaringiz yoki alohida bitta guruh ochib qo'yamiz, o'sha Common App to'ldirish bo'yicha kirib bemalol savollaringizni so'raversalaringiz bo'ladi Common App bo'yicha. Hammaga rahmat, ko'rishguncha, idiga omad.